Dostonbek olmang, charchamayapsiz uka. Mana shu drenajimizda holi mana shu holda mana oktyabrdan beri buzuq yotibdi. Bu bo'yicha hamma tashkilotlariga murojaat qildim. Raisga murojaat qildim, hech qanday yordam bo'lmayapti. Shu masalada iltimos ko'pda yordam bering, bir tomchi ham suv yo'q. Hatto mana drenaj bo'yidagi o'tlari qurib yotibdi. Endi aholini xonadonlarga qo'yavering. Mana shu masalada bitta yordam bering, iltimos. O'zingizni qishlog'ingiz, o'zingizni mahallangiz. Blogger Dostonbek Rahimov. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Oltiariq tumani Jo'rak MF'damiz. Bir necha oy muqaddam mana shu joy ta'mirtalab bo'lgan. Ushbu masala o'rganib chiqildi va ulug' juma kunlarida mana shu kunda mana drenaj o'z faoliyatiga yana qayta tiklandi. Xonadonlarga bemalol ekinlar sug'orish uchun xizmat qiladigan bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Alhamdulillah, rahmat. O'g'llarim bilan uzoq bo'lsin. Dostonbek siz ham ancha mana fidokorona mehnat qildingiz bu yerda. O'sha boshdagi rahbarlarga ham rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin. Hech ham suv yo'q edi. Sizlar tanjonlar sog' bo'lsin, rahmat. Mana yurgizib, remont qilib, mana shu bugun ishga tushiribsizlar. Umrlar uzoq bo'lsin, rizqlar ulug' bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin, ishlaydi bundan bag'di ham rivoj bersin Alloh taolo. Bizga o'xshab qari bolalaringga pir bo'lib, duoga olishda Alloh taolo hammalarga nasib qilsin o'g'llarim. Asli o'zi Shohimardondan kelib Oltiariqqa Oltiariqda tarqalib bitta arada shu bittasi shu. Bu to o'sha Komsomol kolxozini bilasizlar, o'sha qochib o'tib ketgan ariq mana shu. Qolganlari shu qishloqda mana boshqa qishloqdagilar o'zini qishlog'ida qoladi. Bu o'sha kanaldan Farg'ona kanaldan ham o'tib nariyoqqa o'tasiz. 1 yil 2 yil bo'ldi mana shu drenajimizdan suv tushmay qoldi. Sizlarda sharofatlaringmi? Rahmat, rahbarlar. Shu rahbarlarning sharofati bilan. Endi o'rtada har qanaqa odamlarda gap yuradi. Yo'q, yaxshilar ham ko'p. Ularning ichida. Shu yaxshilarning sharofati bilan mana shu bugun mana qaytadan ishga tushirishib, araqlarim ularni soqadigan bo'lib mana ko'rsatganlar mana oqib suvlar endi Xudo xolasa mahallamizga, qishlog'imizga foydasi tegadigan qilib yaratib berdilar. Sizlarga kattadan katta rahmat. Ishlaringga rivoj, tanjonlaring sog' bo'lsin. Ishli vazifalaring doim bundan ham ulug' bo'lsin. Umrimizga, rizqimizga Parvardigor baraka bersin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Xo'p, Salomat o'yna. rahmat. Suvlar tushishiga yetib kelindi. Aka, qalay bo'ldi mana? Behisob O'zgarishlar bormi? Avvalo sizga rahmat. Ham bo'lmaydi, mana shunchadan beri yotdi. Xudoga shukr, mana tez kunda shu bir haftaga bormadi, qissa bo'larkan, rahmat o'shalarga ham, tepadagi rahbarlarga ham. Menimcha shu iltimoslarimiz yetib bormayotgan ekan. Sizlar orqali yetib borib, mana hammasi bir qo'tiq telefon qilishdi. Hozir mashg'ul bo'lib ketdim, salom bilan. Yaxshimi aka? Mahalla qursammi hozir mana kelib telefon qilishdi, o'zlari ham tushdimi, bo'ldimi deb. Oldingidan ham yaxshi bo'lib tushdi. Hamma xursand, mahalladagilar ham. Mana shu joylarda ham bir ko'rsataylik. Bu avgor holatda edi, ya'ni o'sha ta'mirtalab paytida edi aka. Mana shu joylar kesilgandi, mana xullas akamiz murojaat qildi. Mana mashta mutasaddilar, rahbarlar eshitishdi va masalani ijobiy hal qilib berishdi. Biz ham rahbarlarga hammaga rahmat aytamiz va aka bardavom bo'lsin, doim buzilmasin, doim mana shu xalq xizmatida bo'lsin mana shu drenaj. Uzoq yil xizmat qilsin. Aka siz ham xizmat bilan charchamang. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling aka. Blogger Dostonbek Rahimov.